alaykum. Hozir sizlar bilan array prototypeni ko'rib chiqamiz. Array prototype orqali arrayga yangi metod qo'shib qo'ysa bo'ladi. Keling, misol uchun oxirgi elementni qaytaradigan yangi metod qo'shamiz. Xo'p, demak bu barobar bo'ladi funksiyaga this obyekt keladi. This o'sha arrayni o'zi bo'ladi. Va bizda array bo'lsin. Va array.last degan yangi metodni ishlatib ko'raylik. Demak, arrayni o'zini chiqaryapti hozir, chunki biz konsolga this yozdik xolos. This bu o'sha arrayni o'zi. Xo'p, endi return qilamiz. Arrayni yozib, thisni this.length -1. Bu holatda nima bo'ladi? Bizga o'sha oxirgi elementni qaytaradi. Konsolda chiqarib qo'yaylik. Console.log array.last. Va oxirgi elementni qaytaradi. Agar pustoy bo'lib qolsa, qanday qilib qaytib qoladi? Shuning uchun if agar yo'q bo'lsa -1 qaytaradigan qaytaradi. Qilamiz. This.length teng bo'lsa 0 return -1. Ha, bo'lmasa hisobda arrayni oxirgi elementini qaytarib bersin. Demak, 3 bu holatda -1. Demak, prototype orqali biz arrayga yangi o'zimiz metod qo'shib olishimiz mumkin. Array prototype orqali.